To'lingizni mana shu joyidan gradusini o'ynashtingiz bo'lar ekan. Bunday qiladigan bo'lsangiz gradus ko'tarilar ekan, pastga tushiradigan bo'lsangiz gradusi pasayar ekan do'stlar. Hozir biz Nurkat yo'llariga yetib kelganmiz. Aqlli, miyali, bundan tashqari bunkerlari katta, rasxodlari 40 kilodan boshlanadi do'stlar. Narxlari ham suv tekin narxlarda $350 dan boshlanadi do'stlar. Narxi kvadratiga qarab turib o'zgarib ketaveradi. Miyalari 3 xil, 4 xil bo'ladi. Bundan tashqari xuddi shunday svet o'chib qolsa ham o'zini o'zi tok bilan ta'minlaydigan narsalari bo'ladi. Bundan tashqari ko'rib turganingizdek katta-katta motorlari bo'ladi. Ko'mir tanlamas bo'ladi. Xohlasangiz katta ko'mir, kichkina ko'mir, xokani ham yoqadigan Nurkat yo'llariga yetib kelganmiz do'stlar. Ichlari polniy cho'gindan bo'ladi do'stlar, ko'rib turganlaringdek, ichlari polniy cho'gin bo'ladi. Issiqlikni o'zida ancha ushlab turadigan bo'ladi. Rasxodlari bir kunda 40 kilodan rasxodi yapmaydi, u yapti. Mana shu yerdan olib keting. Rasxodi 40 kilodan 50 kilogacha. 75. 75 kilogacha. Kattalari shunaqada. Rasxodi 40 kilodan 75 kilogacha bo'ladi. Kvadratiga qarab turib rasxodlari o'zgarib ketaveradi. Kimgadir shunaqangi Nurkat yo'llar kerak bo'ladigan bo'lsa, videoda pastiga nomer qo'yaman, aloqaga chiqsa sizga chiroyli qilib berishadi.